Big Show biznes olamining taniqli vakili Hamdam Sobirov haqida hozirgina xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Xonanda Hamdam Sobirov o'zining Instagram sahifasi orqali navbatdagi yangi qo'shig'ini premyerasini e'lon qildi. Qayt deb nomlangan ushbu tarona qisqa vaqt ichida muxlislar e'tiborini tortishga ulgurdi. Video post joylaganiga hali bir kun ham bo'lmasdan u 25 mingdan ortiq layk to'pladi hamda mingdan ziyod iliq va samimiy izohlar bilan to'ldi. Muxlislar xonandaning yangi ijodini yuqori baholab, qo'shiqning to'liq versiyasi tezroq taqdim etilishini intiqlik bilan kutayotganini bildirishdi. Izohlarda Hamdam Sobirovning ovozi, qo'shiq ohangi va matni ko'pchilikka manzur bo'lgani alohida qayd etilgan. Ayrim muxlislar esa Qayt tez orada hit qo'shig'ini birga aylantirib taxmin qilishmoqda, deyiladi xabarda.